Savol. Assalomu alaykum ustoz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam erlarga qarata nima yesang ayolingga shuni yegiz, nima kiysang ayolingga shuni kiydir degan mazmunda ko'rsatma beribdi ekan. Bu hadisga qaraganda erlar ayollarga bek qarzdor bo'lib ketadi ekan. Ayollar ikki tal qora uzun ko'ylak kiysak bo'ldi. Erlar bo'lsa men sirtda yurgandekin deb davomli kiyim-kechak olib turdi. Davomli oshxonadan ag'ini ballar bilan kavob yedik deydi. Buni hisoblasak, erlar ayollarning haqqini qanday qilsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima yesang shuni yegiz, nima kiysang shuni kiygiz degan mazmundagi hadisga uyg'un ish qilgan bo'ladi. Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayollarimizning bizning ustimizdagi haqlari nimalar deb so'raganlarga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tamoq yeganda unig'im yegizishing, kiyim kiyganda unig'im kiygizishing, yuziga urmasliqing, satkab bilan tillamasliqing, bir to'shakda birga yatmaslik chorasini qo'llanganda yatadigan yerdan boshqa yerda uningdan yuz o'rmasliging deb javob bergan. Bu ko'rsatma ayolining yemak-ichmak, kiyim-kechak va shuningga o'xshash nafaqalari va haqlari haqida payg'ambarimizning topilishi bo'lib, ayolining xarajatini o'zining imkoniyati doirasida tang saviyada qilib berishni, umum jihatdan ehtiyojini alohida farqsiz qamdashni ko'rsatadi. Har qatam o'z yeganda o'xshash turdagi tamoqni yegizishni yoki kiyganda o'xshash kiyimni kiygizishni ko'rsatmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.